Assalamualaikum, kitob o'qishga amroq o'moqlar, yaxshimisizlar? Men bugun sizlarga o'zinglarga o'xshash o'moq hikoyadan birini olib keldim. Yana bir hikoya aytib bering. Avtori Ters Cold, rasmini sızgıcı Elsin Agiz, tarjima qilguvchi Farida Mamat. Kechki tomoqni yeb bo'ldik, munchiqmi tushib bo'ldik. Oxir hikoya aytilgan vaqt bo'ldi, deb to'labdi qo'ng'ir bo'jan hayajonlangan holda. Böjenning anası onunğa bir hikoya aytib beribdi. Andin yana bir hikoya aytib beribdi. Oxirida yana bir hikoya aytib beribdi. Anası uda 3 hikoya aytib bergan bo'lsa-mu, Böjen uxlay demabdi. Ana, o'tinib qolay, yana bir hikoya aytib bering-a, debdi Böjen ko'zini yo'g'on ochib anasiga. Böjenning dadasi kelib onunğa bir hikoyani boshdan oyoq to'liq aytib beribdi. Lekin Böjen yanala anglab qanmabdi. Shunga u yana birini aytib bering-a, debdi. Bo'ldi, endi mo'mang aytib bersin, debdi Böjenning dadasi kulib turib. Shunda qilib Böjenning mo'misi kepti. U Böjenga ajdaho to'g'riliq nurg'un hikoya aytib beribdi. Böjenning buvisi kepti. U ajdaho to'g'riliq barliq hikoyalarni yana bir qatim aytib beribdi. Lekin Böjen yana birini aytib bering-a, deb turibdi. Böjenning anasi qattiq asnabdi. Omaq qozam, qarg'ina, debdi anasi. Biz barliq hikoyalarni aytib bo'ldik. Shundaqku, endi boshqa hikoya qolmadi. Karvatga chiqib uxlag'in. Hay, debdi Böjen qoyil bo'lmay. Balkim, debdi u ko'zini chimchiqiltib turib astag'ina. O'zim uxlash oldida o'qiydigan, bir oqshom o'qisam-mu o'qib bo'lolmaydigan uzun hikoya yozsam bo'lg'udak. Ertesi seherdə Böjen şundaq ruhlu qalda karavatdan sakrab tushibdi. Başladım əmsə, özüm hikoya yozaman. O dikkida sakrab üstel yinab kelib, har xil yezi qurollarını elib, astoydillik bilan bir nimalarni yezishqa, sızishqa başlapdı. Böjen hikoyani yezib bo'lib, qalin kitobni mag'rur holda egiz ko'tiribdi. Uning nazarida bu dunyodagi eng uzun hikoya ekan. Hammanglar o'ltirib bo'ldinglarmi? Debdi u g'adaygan holda oldidagi o'yinchiqlarga qarab qo'yib. Men sizlarga bak uzun hikoya aytib beraman. Lekin hech qancha vaqt o'tmayla u hikoyasini aytib bo'pti. Ana, debdi Böjen mayuslangan holda. Men yozgan hikoya uzun chiqmabdi. Aldirma qozam, debdi Böjenning anasi uningga tasalli berib. Sen nemishqa do'stlaringdan ularning qanday hikoyalarga amroqligini so'rab baxmaysan? Shundaq bo'lganda, ular amroq hikoyalarning hammasini kitobingga yozsang bo'ladi-ku. Anam bak aqlli ekan, debdi Böjen. Bu chaqda uning ko'zlari chaqnab ketibdi. U bu haqiqatan yaxshi amal ekan deb o'ylabdi. Böjen dikildab sakrab kichik mushkaploqning uyiga keldi. Kichik mushkaploq uyida bir o'yinchoq raketani o'ynayotgan ekan. Men Ayşar to'qsat hikoyalarni bek yaxshi ko'raman. Men cho'qim bir kun oyga chiqaman, debdi kichik mushkaploq yug'ur ovozda. Menmi Ayşarni yaxshi ko'raman, debdi Böjen. U astoydillik bilan kichik mushkaploqning deganlarini xotirlayapti. Hamda xushchanlik bilan, "Rahmat sana mushkaploq", debdi. Arqadan u yana dikildab sakrab chashqanchoqni izlab mengibdi. Böjen dikildab sakrab chashqanchoqning uyiga beribdi. Bu vaqtda chashqanchoq bir parcha pishloqni g'ajlayotgan ekan. "Men pishloq to'g'risida hikoyalarni yaxshi ko'raman", debdi chashqanchoq pishloqni g'ajlag'ach. "Yo'g'on pishloq, kichik pishloq, yumaloq pishloq, sesiq pishloq, ish qilib pishloqqa doir hikoyalarni bek yaxshi ko'raman." "Chashqanchoq, rahmat sana", deb qaqoqlab kulib ketibdi Böjen. Andan u Böltürükni izlab mengibdi. Toshqanchoq Böltürükning uyiga kelganda, Böltürük do'stlari bilan choy ichgach, tatliq turmayotgan ekan. "Men chirpiga munosabatli hikoyalarni anglashni yaxshi ko'raman", debdi Böltürük. "Yana hikoyadagi bir onaning cho'qim tuklik yo'g'on quluqi bo'lishi kerak." Böltürükning dadasi kulib turib, "Men hikoyada zolimlarning halak bo'lishi, vatanimizning ozod bo'lishi, to'g'risida mazmunlarning bo'lishini orzu qilaman", debdi. Böltürükning dadasi Böltürükni chin quchoqlab turib, "Yana mushundoq ko'rinish bo'lishini orzu qilaman", debdi. "Dodo, qo'lichingiz bek cho'ng ekan", debdi Böltürük biliqlab kulib turib.
Seni çın quchoqlash uchun g'ulchum mushundoq cho'ng bo'lgan, debdi dadasi Böldürükning beshini siylag'ach. U balasining peshonasiga yenikkina suyib qo'yibdi. Yordamlashganinglarga rahmat. Böjen razmanlik bilan uyga qaytibdi. Uyga borguncha u hayajonini bosolmayla qopdi. Böjen uyga beribla originalga nurg'un mazmunlarni qo'shibdi. Endi uning hikoyasida pishloq yasalgan ay, osmonga chiqalaydigan